Artifact kanal hozir vibe bo'lyapti. Vibe bo'lganda narsalarni yo'q qilib, tozalab, yaxshilab ishlanadi hozir. Vibe'da hozirgi momentda o'shaning uchun chatda o'tiruvdim, chatga kiruvdim bir daqiqa. Yangi server yozib qolishdi. IP'si hozir ko'rsataman. IP'si mana eng oxirida chiqdi. 3 ta odam ekan hozirda. Edit goldstack.mchost.uz ekan. Kirib o'ynasanglar bo'ladi. Bu ham server. Mana kirganda sal bug bilan tirilibdi. O'ylaymanki uni to'g'irlashadi. Nima bug desanglar, o'rmonda spawn bo'ldik. Rahmat kim bo'lsa ham mayli. Rozi bo'ladi. Kim bergan bo'lsa ham. O'zimiz bir norm kirgazimizda. Endi bu hozircha sal trench degan kerak ekan. Demak bizga trench degani kerak bo'ladi. Trench degan buldozer bilan bir xil ekan bitta demak. Bu yerda ham ana bormikin Emeralddan. Agar Emeralddan bronyalar bo'lsa, hozir ko'ramiz. Hozir bu serverni ham obzor qilib ko'ramiz. Qanchalik yaxshi, qanchalik yomon ko'rib chiqamiz. Yaxshi, hozircha kelinglar endi chiqib ko'ramiz. Server qiroli O'tajamp, salom. Kirgaboma. Bro. Ha, senga. Men o'zim qazib bilgan, senga beraveraman. Baba men chiqib ketaman bundan. Chunki o'zimni Articraft serverimda o'ynayman baba. Bilasizlar meni. Articraftdan boshqasiga o'tavermayman. Bu serverni main juda ham katta ekan, shuni bildim. Endi go ertaga o'tib ko'raman. Qotib qoldi. Oh bro. Davlat. Rahmat. Yaxshi, hozir ertaga o'tib ko'ramiz endi. 8 sekund kutish kerakmi shunaqaroqda? Taxminan. Kill bitta, o'lish bitta. RTP nima deydi? RTP. Xavfsizlik topmaguningizcha kuting. Attempts called not find safe. Not attempts you are not RTP'd. Nima bu? Nimadir что-то не то da bunda. Spawn yozib ko'ramiz. Bu RTP xohlagan joyga yozib bo'lmaydi. Xato, xavfsiz joy yo'q. Dragon. Bro. RTP qilmayapti. Da. Da. Ketyapti. Da video ketyapti. RTP
qilyapman. Eritib qilolmayapman. Bu eritibisi qanaqa tushunmayman to'g'risini. Chiqsa sizga boskit beraman. Ertaga hadi yoki bugun TPASS EPT yoki bugun ishlaydi. YouTube qanday ishlaydi? Bro, RTP TP qanday ishlaydi? Qanday ishlaydi? Yuring deydi. Bali. RTP deb yozsa ishlamaydi. Faqat men betdan ekan. Bo'ldi, tushundim. Demak, faqat bu yoqdan ishlar ekan. Endi kirganinglarda sizlar ham bilasizlar endi. Tek qop nima deydi? Qop kelyapmiz. Admin King, admin drops. Bo'pti, men buni ko'ramiz hozir. Bu serverni hozir birikda nimalari borligini ko'rib chiqamiz. Men bundan bronya. Demak yo'q. Faqat olmosdan yasarkanmiz. Demak. Unda kirkachi. Takan hech nimasi yo'q. Demak, boshladik kuchayishni. Ayronroq nimadir. Kerak emas. Worldni ichida bo'lsanglar, eritib ishlardi. Hozircha ping yo'q, chunki serverda odam juda kam hozircha. Lekin o'ynab ko'ringlar. Norm server ekan, yaxshi bo'ladi. Menga hozircha yoqdi. Qani ko'raylik bu serverni. Yaxshi, men borman. Kichikroq versiyaniki shekilli bu. Taxminan 1.16 bilaniki. Men tekst orasidan bilyapman-da. Eng katta versiyaniki emas, 1.16 larni versiyasi, asosiy versiyasi shunaqaroq menimcha. Ehtimol bilan 1.16 lar buni katta versiyasi, eng asosiy versiyasi. Bo'pti. Endi Warp Miniga boramiz. 8 soniya. Ana. Qo'lda kovlab, sotib hammasini to'g'rilaymiz. Ko'ramiz hozir challabizlarni ko'ramiz. Shunaqa sochi norm pul bo'lsa kerak. Bu yer bo'lsa kerak bunday emas. Mexanikasi sal og'irroq ekan buni. 9 ga pul bor. Endi goldni ham sotib olamiz. Hozircha yaxshi ketyapmiz.
Bu hammasini sotish kerak-da. Yopish, inventorni sotish, inventorni sotish kerak ekan. 14 ta pulimiz bor. Endi bu yerda aham olish kerak. Shu bo'lganga yarasha yo'q. Bu lekin qimmat. Bu слишком qimmat lekin. Вообще qimmat. Bu admin drops. Bularga qarlab bir uzka oling решись. Masaga agree. Oh. Qayergasiz Tim? Masaga mayda. Qayerdasiz? Mine diyorum. Bu kim buldu? Chala olmos. Da, yo'qki. Keldingiz. Bo'ldi. Mana shu meni timim qarchi mana. Zumrad bom. Yo'q, sot bor. TPASS. Kimdir TPA'yı borganmi? TPASS EPT. Ye. Bu qanaqa ish? Bularga qanday bo'ladi bu? Bu narsadan u yerda foydalanishni o'chirib qo'yish kerak. Bu meni net o'ylamam bu qoldi. Qiziq bo'ldi bunisi. Hozir men prosta uxlatib ketishdi shunaqa. Hozir shunda tipani olmasligim kerakmi? Nima bu ahvoli? Clean. Nima u? Cranberry. Clean. Okay. TPA. Agree. Narsa berning admin drops. Jim narsa nima derkan? Alcroy Dragon nima demoqchi menga? Dragon nima demoqchi? Tipani olsa bo'ldi. Endi tipasi opali. Nima demoqchi? Nima proxay? Admindan sovg'a. Rahmat. O admin saxiy ekan muhim. Hoppali, rahmat. Ko'ringlar, men chiqsin ko'raman. Okey.
Bo'ldi. Endi qaranglar. Nima qilamiz? Mainga boramiz. Var. Ne? Hoppalik ketdi. Biza maindamiz. Kirkani ko'raylikchi. Teleportik nimadir. Kirka zo'r. Kirkani ko'rapsizlar. Mana bu main tekslab ketadi bu. O'ta zo'r lekin kirka. Menga bitta olmos berchi. Mana ko'raylikchi bu olmos qancha deyarkanmiz. Kirka bilan. 340 da. Umuman olganda server udar. Вообще dab bo'lmaydi bu serverga qo'yinglar. Udaru. Kirkalarni qaranglar. Endi bunga bitta rasm topib qo'yishsa, undan ham cho'tki bo'ladi. Rasm men ham topib qo'yaman. Yaxshi, hozir yaxshi. Passasi epata qilamiz. Kete. Voya, mashhur qanday bo'ldi? Okey, bro. Sizga elektronda. Ana Florijon. Admin propul nima? Ana pro youtuber. Hozir vid ketyapti. Aniq nekesin ayqirdi. Shu hozir inventarni tozalamoqchiga o'xshab turibdi menga. Shuning uchun nima deyman? Bo'ldi, hech nima demoqchi emas. Mana server. Ko'rdinglar. Bu yer qilamiz. 21k, 200k. Bu yaxshi natija o'shada. Xudo natija lekin. Men tekshirmoqchi bo'lib cheat kreativ bilan bunaqa deb o'yladim. Kim berdi deb o'ylab qoldim. Nimagadir sal qochishlar bo'lyapti. Mana shuni ol, mana shu. Olinglar, sizlarga hamma xudo. Qolaveringlar. Nimagadir sal ora-ora 0 FPS bo'lib qoladi. Nega ekan? Mayli, eng muhimi yaxshi deb.
hozircha zo'r ketyapmiz. Maynam kattagina ekan o'zi. Mazza qilib ishlasanglar bo'ladi. Uzib. Oh, bro. Ikkinchi yilsiz. Sizcha? Men aytishimni endi to'g'ri katta. Sizdan katta 100%. Bo'ldi. 2012dan pastni qidirib o'tirmaydi. 2009. 2009 video. Nechrit bor bizda? Mana честно. Talaffuzi qiyinroq. Talaffuzi qiyinroq. Yo'q, aytishim просто ko'pchilik xato aytadi desam. To bir 2 marta takrorlamaguncha boshqasini aytadi. Yaqin ismda menikiga boshqasi. Ismoilxon Uzubov. ISG. Okey. Yaxshi. Bu serverni ko'rdik. Mana mayning kattaligi hammasi yaxshi. Bemalol kirib o'ynashinglar mumkin. Hozir yana bir bor serverni IP'sini ko'rsatib o'tib ketaman. Kommentariyaga ham IP'ni yozib qo'yaman albatta. Killa uni va bu yerga sotib ketamiz hammasini. Main yangilandi. Ko'rdik. Video mana shulardan iborat. Video shu yerda tugataman va kelinglar yana bir bor ya'ni serverni ko'rsatib o'taman. Kelinglar. Mana bu endi bu men serverlarim. Bu esa eng oxirida mana edit qilamiz. Rasm joylashmabdi. Goldstax. Mayli, o'zim rasm topib qo'yaman. goldstax.mchost.uz. Mana shu serverni IP'si edi. Bemalol kirib o'ynashinglar mumkin. Ha, aytgancha bu yoqda Holy Fun degan server bor. Uni ham keyingi videoda obzor etib olaman. Hammaga hozircha xayr.